ikki xonali yangi novostroyga, yangi remontli uy sizga taklif qilmoqchiman. Videoda nima ko'rgan bo'lsangiz, hamma narsa qoladi. Eng zo'ri lokatsiyasi zo'r. Yunusobod 11-kvartal shunda Megaplanet orqasida, metroni oldi. Maktab, bog'cha, kardinka, infrastruktura nomer 1 hamma yo'qmiz. Bu uyimizning общий maydoni 48 kvadrat metr. Uy egalari 75 ming $. So'rashyapti. Har doimdek kelishiladigan joylari bor. Bu uyimiz ikkinchi qavatda joylashgan 11 qavatli novostroykimizda. Qarang, asosiy eshikdan kirish. Bu yoqimizda to'rt burchak katta prixoshka. Keling, chap tarafdan boshlaydigan bo'lsak, bizda sanuzelimiz birlashgan holatda, chiroyli neobычный ranglarda kafellar qimatidan yoydirib qo'yishdi. Dush va kabina, kir mashinalari tayyor. Bu yoq tarafimizga kiradigan bo'lsa, oshxona, встроенный mebel, холодильниklari mavjud. Bu yoq tarafimizda konditsionerimiz yo'q ekan, zalda ko'rdim. Keling, davom etamiz. Спальнямыз, bu yoq tarafimiz. Mana. Spalnya garnitura полностью komplektovaniy. Obuylarni chiroylisini taqib qo'yishdi. Shu bilan zalga kiramiz. Mana zalimizda konditsioner bor. Lustra, parda, gilam, hamma narsa yangi, tayyor kirib yashaydigan ikki xonali novostroyka sizga. Yunusobodda yuragi, Megaplanet orqasi. Aytganimdek hamma infrastruktura mavjud. Narxi yomon emas, 75 ming bu boshlang'ich narx. Telefon raqamim sanada aloqaga chiqaverasiz.